Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari va Money TV obunachilari. Sizlar bilan Kamina Saydullayev Jamoldan va sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Sizlar o'sha bugungi videoyimni nomi Telegramdagi kerak bo'ladigan 5 ta bot haqida bannerda ham, misol undan oldingi videoyimda to'g'risi aytib o'tdim. Mana shu videoni endi chiqaryapman, mana endi ishlab tayyor qilib chiqaryapman va mana shu video agar yoqsa oxirida like va birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz podpiskani ayamaysiz degan umiddaman. Qani ketdik. Birinchisi bu VKMBotni ko'pchilik biladi, qanday botligini. Musiqalarni misol ispanli til bilan yozmasa muzikani nomini topsa bo'ldi. Qaysi? Shohruxxon desak, Shohruxxon ajoyib bitta Shohruxxon. Noto'g'ri yozganingizda ham chiqarib beradi. Mana qarang, noto'g'ri yozsangiz ham chiqarib beraveradi kanal. Bot, mana shu bot juda ham yoqdi tashib. Hozir kulib orasizlar ekan, sizlar ham ko'rsalar, mana shuni mana qaranglar. Hatto qaranglar, hatto Nasafiyning musiqalarini ham top beryapti. Men to'g'risi hayron qoldim, qarang. To'g'risi vashi hamma ishlarni topadi. VKMBot to'g'risi juda ham qoyilmaqom, juda ham zo'r bo'lgan bot, juda ham kerakli. Misol ashula eshitadiganlarga ham juda kerakli bo'ladigan bot. Buni yana bittasi bu Skachat YouTube. Bu bot misol sizlar YouTube'da video ko'rasizlar. Masalan, meni videoyimni ko'rib turibsizlar hozir данный momentda va o'sha video ko'rayotgan paytlaringda o'sha videolaringni nima qilib jo'natsalar ham bo'ladi. O'sha silkasini jo'natish turadi o'ttada. O'shdan silkani misol jo'natib, mana shu botga silkasini tashlasangiz, mana bu videoni silkasi mana bunday bo'lib tushgan. Mana misol copyright qilib o'shdan YouTube'dan copyright qilib mana bu yerga tashlasangiz, mana vставить qilib mana jo'natsangiz, mana shu videoni mana ochadi. Mana tushdi qana videolar va ochdi sirasi. Mana qanday ko'rinishda ochmoqchi. Mana 360 kачествоda bo'lsa 30 megabayt, 487 megabayt. Mana hatto megabaytingizga qarab misol o'zingizga moslashni tanlashingiz mumkin. 360 480 hammasini tanlashingiz ham bo'ladi, xohlaganingiz kачествоsi kerak bo'lsa sizga. Mana shunday qilib ishlatsangiz bo'ladi YouTube'da. Misol YouTube'da o'zida ham saqlanib bo'ladi o'sha videolar, lekin sizlarda YouTube'da megabayt qolmay, misol Telegramda megabayt bo'lsa, sizlarda o'sha Telegramda megabayt baribir ham kuyib ketadigan bo'lsa, undan o'ziga kerakli narsa o'sha YouTube'da video kerak bo'lsa sizga, lekin YouTube'ga megabaytingiz misol qolmasa, lekin ko'pchilikda bo'lib turadi. Shuning uchun men aytyapman hozir buni. O'sha megabaytingiz qolmay qolsa, mana shunga jo'natib, mana shu yerdan shu videoni mana shunday qilib saqlab qo'yasiz bo'ladi. Ham galereyasiga tushadi bu. Juda ham keraklisi mana shu bot. O'zimga ham eng yoqqan bot. Men misol eng birinchi o'rinda ko'raman mana shu botni. Juda ham ko'p videolarni men mana shu botdan tashlab galereyamga tashlab olib o'rganganman. Va keyingisi bot Alyosha. Ya'ni bu bot Alyosha qanday bot? Misol mana bu YouTube kanalingizga mana shu so'zni qo'ysangiz, qanday so'z yozishingizdan farqi yo'q. Hammasini голосовой holatda chiqarib beradigan bot bu. Я люблю тебя. Hozir buni ochib, internet biroz sekin ishlayapti. Я люблю тебя. Men Alex botni o'zgartirib qo'yibman. Mana bu yerdan sement голос qilib ovozlarni o'zgartirishingiz mumkin. Bu hozir
ayol kishini ovozi bo'lib mana Yurka, Alyoshka, Tanyuxa, Irka, English deb yozib berishgan. Misol English deb bersak, inglizchada ham yozish mumkin. To'g'ri, Alyoshka yaxshi. Alyoshka o'g'il bola, Yurka qiz bola bo'lsa, Irka ham qiz bola bo'lishi kerak. Mana shunaqa. Bu yerda kirib sonani umuman shu narsa so'zama qaranglar. Son o'tkazamiz, yana ham shu narsa qilamiz. Hatto shuni ham gapirib bera oladi, adashmasam. Internet haqiqatda uchar toshbaqada ishlayapti. Bizda ham internetlar yaxshilanib qolar bir kun kelib. Sizlar umid qilamiz. Bizda ham 4G juda ham ko'p qolib ketdim. Bitta o'zimga yoqadi mana shu bot, mana shunday qilib o'tirish. Voice bot, ya'ni bu xuddi bot Alyoshani teskarisi, ya'ni siz голос jo'natasiz va sizni golosingizni mana shu yozuv tariqasida chiqarib beradi. Misol o'sha men desam bo'ladi. Например, gapirdim. Birinchi kelgan gapni gapirdim. Hozir golosim hozir jo'nadi. Hozir tushunaman, fragment is Silv TikTok'a deb berdi. Is TikTok'a degan edim xolos. Chunki aksentni to'g'ri chiqarib berish kerak. Bu botga o'shanda to'g'ri sizlarga yozuvsini ham chiqarib beradi. Prosta aksent to'g'ri chiqarib bersangiz bo'ldi bu botga. Mana shunday kerakli bo'ladigan bot bu ham. Va TikTok ya'ni TikTok Savi bot bu nimasi bilan kerakli? Bu misol mana TikTokga kiramiz.
TikTokga kirsak, o'sha videolarni o'zimizga misol sahranit qilamiz, to'g'rimi? O'sha videolarni sahranit qilganimizda hop, mana misol mana TikTokdan sahranit qilsak, masalan, mana shu Javohir Uzakan buni masa TikTokka tepada pastda o'sha TikTokdan pechat bo'ladi, o'sha tushib qoladi TikTokdan. Misol Javohir Uz is TikTokka degan o'sha TikTok emblemasi bor, o'sha emblemasi tepa pastga tushib qoladi bilsalaring, yo Instagram statusga qo'yasizlaring, yo WhatsAppdan statusga qo'yasizlaring. Umuman o'zi mana shu videoni sahranit qilinsa, mana shu yerdan ikki tarafdan chiqib qoladi. Endi xuddi shu videoni mana shu holatda olib qolish uchun mana bu yerdan silkani kopirovat qilamiz. Kopirovat bo'ldi shu silka va mana bu yerdan kiramiz, вставить. Mana shunday qilib silkani tashlasangiz mana bo'ldi. Xuddi shu video o'sha pechatlarsiz o'tdi, tepada pastda o'sha TikTok emblemasisiz o'tdi. Xuddi sof video sifatida o'tdi. Bu juda ham o'sha kerak bo'ladigan narsa. Bu ham misol o'zingiz TikTokda yozmoqchi bo'lsangiz, o'sha video kerak bo'lsa, sizga misol zo'r trendda videoni olib, o'zingizga mana shunday qilib siz o'zingiz akkauntingizga qo'ysiz, o'zingiz akkauntingizda o'sha o'zingizni emblemangizda chiqadi o'sha video. Mana shunday kerakli bo'ladigan bot bu ham. Aslan shu 5-botni aytdim, shu bilan o'sha sizga bot alyoshani ko'rsatib qo'yinglar mana shuni ko'rsatib bersam, videomiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. O'sha 5 botni aytdim. Keyingi videolarda ham undan ham kerakli bo'ladigan videolarni ishlayman, xudo xohlasa. Mana shunaqa judayam shunaqa kerakli bo'ladigan botlar. Azizlar, agar o'sha videoyim yoqqan bo'lsa, like, agar o'sha birinchi bor bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz va birinchi bor bu kanalda bo'lsangiz, podpiska qilishni unutmang va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar, chunki keyingi videolar bundan zo'r, bundan kerakli bo'ladi, xudo xohlasa. Azizlar, xudo xohlasa keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman. Xayr.